ayoli ko'lga tashlab etgan heliqi balalarni bir iyiq suvdan ochqib, jangalga ip kelib beqibdi. Balalar o'sib cho'ng bo'pti. Aqlga kelganda ular bir-biriga ism qo'yishyapti. O'g'ilning ismi Chin Temur, qizning ismi Maxtumsala bo'pti. Bu film sizga yaragan bo'lsa, inkas rayoniga 99 raqamini yo'llashni va abona bo'lishni ham tarqitib qo'yishni unutmag'aysiz. Аңлаватқаныңла Жан халық нәшрияты тәріпідін 2021 елі нәшір қылынған Uyghur халық чөчеклерідін Chin Temur Batur. Chin Temur Batur. Qadimki zamanda havası yeqishliq, bağ baranları çırayliq, yaylaqları payandazdek körümlük bir yurtda çoğun bir padişah ötken iken. O padişahның iki ayalı bolsumu, emma perzent yüzü kömegen iken. Şuna onun köngli bearamken. O xapılığını besiş maqsadida her daim shikarga chiqib tamaşa qilishni yaxshi ko'rdikan. Ay kunlar o'tib, padişahның kichik ayoli homildor bo'pti. Buni anglagan padişah shikarga teximi amroq bo'lib ketibdi. Bir kuni padişah vazirlar bilan shikarga chiqib ketganda, kichik ayoli bir o'g'il tug'ibdi. Biroq padişahның cho'ng ayoli ichi tarliq qilib, balani ko'lga tashlab etib, o'rniga itning kuchigini akilib qo'yibdi. Padişah shikardan yenib kelganda, cho'ng ayoli oldiga chiqib, "Ey azizam, kichik ayollari kuchuk tug'di" deb xabar qilibdi. Darg'azab bo'lgan padişah kichik ayolini o'ldirmoqchi bo'pti. Shu chaqda cho'ng ayoli hiylagarlik bilan, "O'ltirmisizlar padişahim, bu navbat men bir qo'sh qinini tilib olay" deb yolvorgan bo'pti. Şunun bilan padişah kichik ayolini bir qitimga aman qoldiribdi. Aradan yana bir qancha vaqt o'tibdi. Padişahning kichik ayoli yana homildor bo'pti. Padişah yana burunqi odati bo'yicha shikarga chiqib ketganda, kichik ayoli bir qiz tug'ibdi. Cho'ng ayoli bunimi ko'lga tashlab etib, o'rniga mushukning aslanini akilib qo'yibdi. Padişah shikardan qaytib kelganda, cho'ng ayoli padişahning oldiga mushukning aslanini ko'tirib chiqib, "Ey azizam, bu qitim kichik ayollari aslan tug'di. Yurt ichida yuzimizni yer qilibdi. Bu nima degan rasvochilik?" deb yolg'ondan yig'lab, o'rnini beshiga kiyibdi. Ochiqlangan padişah kichik ayoliga ig'ir jazo berishni buyuribdi. Endi gapni balalarning ahvolidan anglayli. Cho'ng ayoli ko'lga tashlab etgan heliqi balalarni bir iyiq suvdan ochqib, jangalga ip kelib beqibdi. Balalar o'sib cho'ng bo'pti. Aqlga kelganda ular bir-biriga ism qo'yishyapti. O'g'ilning ismi Chin Temur, qizning ismi Maxtumsala bo'pti. Bu balalar sahroning sap havosida sog'lom, kuchli, chiroyli bo'lib yetilibdi. Keyincha ular iyiqdan ayrilib, jangalning bir chetiga uy yasab, shu uyda yashashga boshlabdi. Chin Temur Batur kichik chig'idala o'q qilishni o'rgangashga, turli jon-jonivorlarni tutadigan ajoyib Batur yigitga aylanibdi. U har qitim o'g'i chiqqanda 7 kun o'laydi ekan.
Misran qilichi belidan, alğur burkuti qo'lidan, arg'amoq eti ostidan, kap-kap kuchigi yenidan ayrilmaydi ekan. Kunlarning birida Chintomir Botir o'g'i chiqib ketib etib, singlisi Maxtumsalaga mundaq debdi. Singlim Maxtumsala, men o'g'dan qaytib kelguncha o'giziga chiqma. O'tni o'chirmagin, suvni ko'chirma, to'xoni taq dema, mushukni pesh dema. O't o'chib qolsa, tutun chiqqan yoqqa o't so'rab ketib qolmag'in. Shu gaplardan keyin Chintomir Botir Misran qilichini esib, arg'amoq etiga minib, kap-kap kuchugini agashtirib, alg'ur burkutini qo'liga qo'ndirib, o'g'i mengibdi. Aradan 1-2 kun o'tgandan keyin Maxtumsala yolg'izlikda zerikib, o'g'isiga chiqib, beshini tarab o'ltiribdi. Mushuk bilan to'g'risimi uningga agishib, o'g'isiga chiqibdi. Mushuk miyovlab, to'g'risi qaqaqlab, Maxtumsalaning ichini pushiribdi. Maxtumsala mushugini pesh, to'g'risini taq deb qo'g'lib etibdi. Mushugi bilan to'g'risi o'g'isidan tushib, uyga kiribdi. Mushuk o'choq yeniga kelib, cho'gunni o'rib etibdi. To'g'ri kulini tatlabdi. Shuning bilan o'choqning o'ti o'chibdi. Maxtumsala uyga kirib, o'tning o'chib qolganligini ko'ribdi. Nayti qayg'urib, yana o'g'isiga chiqib, endi qanday qilaman deb yig'lab o'ltirsa, o'ng tarafida itning ovozi anglanibdi. Sol tarafida tutun ko'rinibdi. Maxtumsalaga o't tepib kelish qayg'usi tushibdi. Nima bo'lsa bo'lsin, peshonamdan ko'ray, deb is chiqqan tarafga qarab mengibdi. Uzoq mangandan keyin mo'risidan is chiqayotgan bir eski tam uyga yetib keldi. Qarg'udek bo'lsa, uy ichida bir mo'may o'ltirgudek. Maxtumsala salom deb uning qeshig'iga kiribdi. Mo'may uning kimligini, nima uchun kelganligini so'rabdi. Maxtumsala hammani bir-birlab aytib beribdi. Mo'may Maxtumsalaning ikki qo'liga kul bilan teriq sepib beribdi va bir tal tezakni tutashtirib, uni yog'ochga sanjib, uning eg'iziga tishlatib qo'yibdi. Andin Maxtumsalaga: "Ikki qo'lingdagi kul bilan teriqni uyingga bog'icha chechib bog'in, orqangga qaramag'in", debdi. Maxtumsala Mo'mayning deganini qipti. Shuningdan keyin Mo'mayning uyidan Maxtumsalaning uyigacha heliqi teriqlar unib, belgi bo'lib qapti. Mo'may aslida 7 boshliq yalmavuzgan. Maxtumsala uni bilmabdi. Maxtumsala o'tni egilib, darrov o't yiqib, bir qozon go'sht pishirishga boshlabdi. Kun o'ltirib, qarong'i tushib kech kirishi bilan heliqi 7 boshliq yalmavuz ishga kelib: "Chintomir Botir uyida bormi? Arg'amoq iti ig'ilda bormi? Misran qilichi qo'ziqda bormi? Alg'ur burkuti o'rnida bormi? Kap-kap kuchigi ishikda bormi?" deb so'rabdi. Maxtumsala Mo'mayning ovozini anglab, uydan chiqmay turib: "Chintomir Botir uyida yo'qdir. Arg'amoq eti ig'ilda yo'qdir. Misran qilichi qo'ziqda yo'qdir. Alg'ur burkuti o'rnida yo'qdir. Kap-kap kuchigi ishikda yo'qdir", deb javob beribdi. Shuningdan keyin Mo'may 7 boshliq yalmavuz suratida uyga kirib, avval qozondagi go'shtning hammasini yebdi. Andin Maxtumsalaning uzun chechidan to'risga esib qo'yib, tapinini teshib, qiynini sho'rabdi. Ketar chig'ida Maxtumsalaga: "Mening bu yerga kelganligimni hech kimga aytma. Agar aytadigan bo'lsang, meningdan zodi qutulolmaysan", deb po'po'zi qipti. Maxtumsala qo'rqqanidan hech nima deyolmabdi. Aksi Chintomirning kelishini 4 ko'zi bilan kutibdi. Atsi kun kech bo'lishi bilan heliqi yalmavuz Mo'may yana kepdi. Uyda bor narsalarni yeb bo'lib, ilgirgidek Maxtumsalaning qiynini sho'rabdi. Bu ahvol bir necha kun shu xilda davomlashibdi. Mangzi anardek, husni guldek Maxtumsala kundan kuniga mag'dursizlanib, zaprandek
sarg'ayib ketibdi. 7-chi kuni Chintemir Batur o'din qaytib kelib, singlisini ko'rib, hayron bo'pti. Ko'ngliga gumon to'libdi. Chunki singlisi Maxtumsala 1 yil kasal bo'lgan odamdek sarg'ayib ketgan ekan. Maxtumsala, 7 kunning ichida shuncha o'rg'lab, sarg'ayib holingdan ketibsan. Nima bo'lding singlim? Sana kimdan azor yetdi? deb so'rabdi Chintemir Batur. Maxtumsala yig'lab turib, Yalmavuz mo'mayning qilgan atganlarini bir-birlab aksiga bayon qildi. Buni anglagan Chintemir Batur nihoyat g'azablanib, agar men shu 7 boshliq Yalmavuzni o'ldirmasam, Chintemir Batur bo'lmay ketay, deb qasam ichibdi va Maxtumsalaga qarab, singlim, mening kelganimni hech kishi bilmasin. Men ishikning kayniga o'ri ko'lab mökünüp yotaman. Agar Yalmavuz kelib meni so'rasa, kundagidek kammidi deb javob bergin, debdi. Andin itiga, burkutiga va kuchikiga qarab, vafodor jonivorlarim, agar Yalmavuz mo'may kelsa, ön chiqamanglar. Bir amal qilib uni qo'lga tushirayli, debdi. Bu jonivorlar Chintemir Baturning gapini biladi ekan. Shunda qilib, Chintemir Batur maydasiga 7 qat savutni tengib, beshiga dobulg'i kiyib, misran qilichini tutib, o'rida mökünüp yetibdi. Bir kamdan keyin Yalmavuz mo'may kelib, ishikning oldida to'xtabdi. Uning yuragi to'pildab, badani shirkinib ketibdi. U, bugun Chintemir Batur kelgan o'xshaydi. Qaytib ketmasam bo'lmag'idek, deb orqaga yenibdi. Lekin nafsi qaytib ketishga qo'ymabdi. Mo'may, Chintemir Baturning kelgan kelmaganligini bir so'rab ko'ray. Agar kelgan bo'lsa qaytib ketay, kelmagan bo'lsa u ta'lim, deb o'ylab ishga yaqin kelib, Chintemir Batur uyida bormi? Arg'amoq eti yig'ildi bormi? Misran qilichi qo'ziqda bormi? Alg'ur burkiti o'rnida bormi? Kap-kap kuchigi ishikda bormi? deb so'rabdi. Maxtumsala, Chintemir Batur uyida yo'qdir. Arg'amoq eti yig'ildi yo'qdir. Misran qilichi qo'ziqda yo'qdir. Alg'ur burkiti o'rnida yo'qdir. Kap-kap kuchigi ishikda yo'qdir, deb javob beribdi. Mo'mayning yuragi to'xtab, 7 beshining har biridan turli sadolarni chiqarib, havo guldirligandek kirib ketdi. Lekin ishkirki uyga kirmay, "Hey Maxtumsala, akang Chintemir Batur kelgan o'xshaydi. Uyingda odamning puruqi bog'i", debdi. Maxtumsala tamkinlik bilan, "Akam texi kelmadi. Agar kelgan bo'lsa, arg'amoq eti yig'ilda, misran qilichi qo'ziqda, alg'ur burkiti o'rnida, kap-kap kuchiga ishikda bo'lmasmidi?" debdi. "Sen yolg'on aytyapsan. Chintemir Batur aniqli kelgan o'xshaydi. Odam puruqi kelib turdi. U yo'shinib olgan o'xshamamdi", debdi Yalmavuz mo'may. "Bugun akamning ko'nglak tambilni yuyib, suyini uyga to'kkandim. Shuning puruqi bo'lsa kerak", debdi Maxtumsala. Bu so'zni anglab Yalmavuz mo'may ishkirki uyga kiribdi. Odati bo'yicha Maxtumsalani uzun chechidan to'risqa esib, amdili qinini sho'ray deb turishiga Chintemir Batur o'rnidan chiqib, misran qilichi bilan bir urgan ekan, Yalmavuz mo'mayning bir beshi uzilib tushibdi. Yalmavuz mo'may debdi-da Chintemir Baturga qarab, "Bir beshimni olding, qolgan 6 beshimga qandoq javob bersan?" deb qahr bilan elishga kirishibdi. Elishish bir kech kunduz davom qilibdi. Chintemir Batur Yalmavuz mo'mayning yana bir beshini chepib tushiribdi. Yalmavuz mo'may uyidan qochib chiqishning ilojini topolmay, Chintemir Baturga yana esilibdi. Yana bir kech kunduz elishibdi. Chintemir Batur bu qitim Yalmavuz mo'mayning yana bir beshini chepib tushiribdi.
Üç beşidən ayrılğan Yalmavuz Momay teximi g'azab bilan tutuşibdi. Chintömür Batur onun yana bir beshini urib tushiribdi. Yalmavuz Momay u yoqdan bu yoqqa qaytishga boshlabdi. Chintömür Batur onun 5-chi beshini kesib tushiribdi. Yalmavuz Momay endi mag'dursizlanib, ko'zlari piyoladek bo'pti. Eshikdan qechib chiqay desa, Maxtum Sala qilish shiltib chiqarmabdi. Axir Chintömür Batur Yalmavuz Momayning 6-chi beshini chepib tushiribdi. Endi Yalmavuz Momayning yel munguz deb atalgan birli beshi qapti. U amalsizlikdan quyunga aylanibdi-da, uyning to'ngligidan chiqib ketib etib. Maxtum Sala, xat to'xtab tur. deb bedar qechibdi. Chintömür Batur arg'amoq etiga minib, bir beshi qolgan Yalmavuz Momayning orqasidan qo'g'labdi. Maxtum Sala bog'laqliq kap-kap kuchugini qo'yib etibdi. Chintömür Batur Yalmavuz Momayga yetishibdi. Yalmavuz Momay noiloj Chintömür Baturga esilibdi. Ular kashkirguchi ilishibdi. Onungacha Chintömür Baturning kap-kap kuchiga yetib kelib, Yalmavuz Momayning pochiqidan tishlab tatibdi. Bir ozdan keyin Yalmavuz Momay holsizlanib yiqilibdi. Kap-kap kuchiga uni talab o'ltiribdi. Chintömür Batur Yalmavuz Momayning 7-chi beshini elib, uyga xo'shal qaytibdi. Shunda qilib ular yana bir necha vaqt xo'shal xo'ram o'tibdi. Maxtum Salaning rangi-ro'yi asta-asta o'nglanib, avvalgi holatiga kelibdi. U ay yuzlik, xumor ko'zlik, shirin so'zlik, sumbul chashliq, qora qashliq, nozik badan bir go'zal bo'ptiki, uni ko'rgan har qanday kishi aql hoshini yo'qitib qo'yadi ekan. Kunlardan bir kuni Chintömür Batur zerikib yana o'g'i chiqmoqchi bo'pti va Maxtum Salaga: "Singlim, men yana o'g'i chiqaman. Sen hargiz uydan talog'i chiqmag'in. Suv bo'yida o'ltirib, chechingni tarimag'in" debdi. Chintömür Batur singlisi bilan xo'shlashib, o'g'i chiqib ketibdi. Maxtum Sala akasining nasihatini yodida tutib, bir necha kungacha uydan talog'i chiqmabdi. Lekin kunlar o'tgan sari zerikibdi. Oqibat talog'i chiqib, eshik oldidagi eriqning bo'yida suzuk suvning eqishiga qiziqib, chechini tarashga boshlabdi. Uning uzun sumbul chochlaridan bir necha tili suvga tushib ketibdi. Bu chochlar qo'shni podshohlikning o'rdisidagi ko'lga eqib beribdi. Bu vaqtda bu podshohlikning shahzodasi O'zmoq navkarlar bilan ko'lning bo'yida o'ltirgan ekan. Shahzoda O'zmoq ko'l bo'yiga kelib bosh ko'zini yuvasa, uning qo'liga heliqi chochlar ilinib chiqibdi. Bu chochlarning uzun va sumbulligi shahzodani hayron qoldiribdi. O'zmoq navkarlardan: "Bu nima degan uzun choch? Bu zodi kimning chechi?" deb so'rabdi. Navkarlar: "Shahzodam, bu qo'shni podshohlikda yashaydigan go'zal qiz Maxtum Salaning chechi o'xshaydi. Uning Chintömür Batur degan akasi bor. Uningga teng keladigan tex tug'ilg'ini yo'q" deb javob beribdi. O'zmoq Maxtum Salani ko'may turibla uningga oshiq bo'lib, vasvasiga tushibdi. Darhol qo'l ostidagi sarkarlarni yig'ib maslahat otdi. Nurg'un lashkar to'plab Maxtum Salani bulab kelish uchun yo'lga ravon bo'pti. Ular bir necha kundan keyin Chintömür Baturning uyiga yetib kelib, atrofni qo'rshabdi. Maxtum Sala bularga qarshilik ko'rsatib, uygiziga chiqib mundaq debdi: "Hey lashkarlar, bu nima degan uyatsizlik? Yolg'iz bir ojiz qizga shuncha lashkarlarning kelishi nomardlik emasmi? Akam Chintömür Batur kelsa, qanday javob bersizlar?" O'zmoq Maxtum Salani ko'rib, o'tdek kuyib mundaq debdi: "Maxtum Sala, o'zingni menga qabul qilsang qil, bo'lmasa seni zo'rlik bilan olaman." Maxtum Sala bu gaplarni anglab, g'azab bilan o'g'isidan yerga tushibdi. Akasi Chintömür Batur o'g'i ketishning oldida: "Navoda beshinga kun tushsa, bu qushni qo'yib atgin. Men qayerda bo'lsam shu yerga xabar yetkazib boradi" deb tapilab, olg'ir bir kutini qo'yib ketgan ekan. Maxtum Sala
чөмөлөдө коршап келип ләшкерлерни көрүп, кушуну коюп етипту. Өзү кылычны колго элип, булаңчылар билен урушупту. Оларның нургун ләшкерлерни yo'qotibdi. Уныңгыча Чынтөмүр Батыр хабар тепип yetib kepti. U misran qilichini o'ynatib, bir o'zi necha ming lashkar bilan qattiq elishibdi. Tang kelamagan lashkarlar o'la tirilishiga baxmay qechishga boshlabdi. O'zmoq qechib ketayotgan lashkarlarga: "Sizlar ikki kishidan qo'rqib shuncha qachamsizlar, qochsanglar mendan yaxshilik ko'rmaysizlar" deb pitirab ketgan lashkarlarni o'zi boshlab yana urush echibdi. O'zmoq Чынтөмүр Батырга bir qancha 10 palvini bilan biraqli hujum qilibdi. Nayzi qilishlarning bir-biriga urilishidan chaqmoq chaqqandek o'tlar chaqnabdi. Biroq har ikki taraf bir-birini yengolmabdi. Maxtum Sala bu holni ko'rib andishiga tushibdi. U: "Akam zaxmlanmasi bo'ladi. Uning meyib bo'lib qolganidan mening yo'q bo'lganim yaxshi" deb o'ylab akasiga mundaq debdi: "Canım aka, düşmanlar sansanoqsiz ham rahimsizken. Şuna siz jangdan yening, ölsem men ölay, siz aman qiling." Shu chaqda Чынтөмүр Батыр Maxtum Salaga qarab: "Singlim, meningdan ansirma. Чынтөмүр deb ismim bor. Manga düşman oldida bosh egish o'lim bilan tang. Sen jonjigar singlimdan men ayrilamayman. Shunga jangdan yonmayman" deb jangni davomlashtiribdi. O'zmoqning lashkarlari o'lib tugashga oz qolganda yordamga avatlagan lashkarlar nari tortib yetib kepti. Ular qilish nayzlarini yalang'ashlabdi, o'qyonlarni challabdi. Чынтөмүр Батырга qari qog'dek yepishibdi. O'zmoq fursatni g'animat bilib, Maxtum Salani tutib olib, put-qo'lini mahkam bog'lab ap qechibdi. Чынтөмүр Батыр qahri g'azabga to'lib, 7 kecha kunduz elishib, hamma bulangchining kallasini tenidan juda qilibdi. Keyin qarg'udek bo'lsa, Maxtum Sala hech yerda ko'rinmabdi. Чынтөмүр Батыр texmi g'azablanib, arg'amoq etiga minib, Maxtum Salani izlab, dasht cho'llarni kezibdi. Izda, oxir Jirg'ilang daryosini kechib o'tib, Ko'kyoyloq teg'ining Ko'ktepa degan yeriga kepdi. Kishilar Danqı dastan bu Batırni naiti xoşal qarşı apdı. Чынтөмүр Батыр o yerga joylashib qapdı. Çarvıçılık qilib yurib, tezla boy bo'pdi. Shundaqdimi, bu mal dunyo uning ko'ziga zodi ko'rinmabdi. Bütün o'y xiyoli singlisi Maxtum Saladila qapdi. Ko'zi kech-kunduz yoshdan qurimabdi. Чынтөмүр Батыр to'li yig'lab yurib, oxir ikki ko'zi qarg'u bo'p qapdi. Endi gapni Maxtum Saladan anglayli. O'zmoq sahib Jamal Maxtum Salani qo'lga tushirgandan keyin ordisiga opirib, 40 kech kunduz to'y o'tkazib, uni majburiy xotinlikqa otdi. Aradan necha yillar o'tib, Maxtum Sala bulangchidan 2 o'g'il tug'ibdi. Shundaqdimi, u yana kech kunduz akasini ko'rishni xiyol qilib, qandoqli bo'lsin, bulangchilarning qo'lidan qutulishning chorasini izlabdi. Kunlarning birida Maxtum Sala padishahning oldiga kirib, daryo bo'yiga berib sayli qilib kelishga ijozat so'rabdi. Padishah o'z ko'nglida: "Ha, endi 2 balaliq bo'g'ashqa bizga moyil bo'ldi" deb o'ylab ruxsat qilibdi. Bu padishahlikning bir tulpari bo'lib, u tulparga padishahning o'zidan boshqa kishining menishi qat'iy man'iy qilingan ekan. Maxtum Sala ana shu tulparga menib, 40 kenezak ham 40 nökerning muhofazatida daryo bo'yiga qarab yo'l olibdi. Ular Jirg'ilang daryosi bo'yiga kelib tushibdi. Qator-qator chidir bargohlarni tikib, har xil taomlarni pishiribdi. Sutdan qilingan sharoblarni tulumi bilan tiklab qo'yibdi. Cho'ng ziyofat boshlanibdi. Maxtum Sala o'z qo'li bilan yog'och oyoqlarga sut harvini to'ldirib, kenezak, nökerlarga bir-birlab sunib, birdamda hammasini mas qilib etibdi. Maxtum Sala ularning masligidan foydalanib, chaqqonlik bilan tulparga minibdi-da, Jirg'ilang daryosini kechib, ovqatga o'tib opdi. Padişah oldida beshi ketishdan qo'rqqan nökerlar darhol orqadan qo'g'lab daryo leviga kepdi. Biroq hech qaysisining eti daryoga kirolmabdi.
Әсліде, падишахның тұлпарыдың башқа hər qandaq canavar bu daryodan üzüb ötəlməydi ekan. Amalsız qalğan nökərlər Məxtum Salağa qarab: "Hey Məxtum Sala, ikki balangni yetim qilmay, kayninga yong'in!" debdi. Məxtum Sala: "Ikki o'g'limni ep kelsanglar, andin kaynimga yonaman!" debdi. Nökərlər dərhal padişahның ordisiga berib, ikki o'g'lini elib kepdi. Bu ikki o'g'ilning cho'ngining ismi Aqar, kichigining ismi Cho'karkan. Məxtum Sala nökərlərga qarab: "Cho'ng balamni daryoga tashlanglar, balkim uning piroqiga chidamay, u yoqqa o'tib kelishim mumkin" debdi. Nökərlər Aqarni daryoga aqtiribdi. Biroq Məxtum Sala uningga parvo qilmabdi. Nökərlər: "Məxtum Sala kichik o'g'lini yaxshi ko'rdi. Shuni daryoga tashlasak, o'g'lini tutib olaman deb daryoga tushidi" deyishib, Cho'karni daryoga tashlabdi. Bala shu zamon suvga g'arq bo'pti. Məxtum Salaga bu nihoyat og'ir kepti. Shundaq bo'lsa-mu, u suyimlik akisi Chintumir Boturni tepish orzusidan qat'iy yonmabdi. U nökərlərə qarab: "Hey insafsiz bulangchilar, sizlarga naslimni qoldirmadim. Endi muradim hosil bo'ldi" debdi-da otni choptirib ketibdi. Bulangchilar daryodan o'tolmay, amalsiz qaytibdi. Məxtum Sala shu yurgunicha dashtlarni kezib, tog'lardan eshib, bir go'zal yayloqqa yetib kepti. Qarg'udak bo'lsa, nurg'un to'ygilar yaylab yurgudek. Məxtum Sala to'ygichilardan: "Bu kimning to'ygilari?" deb so'rabdi. To'ygichilar: "Chintumir qarg'uning to'ygilari" deb javob beribdi. "U nimishqa qarg'u bo'lib qoldi?" deb so'rabdi Məxtum Sala. To'ygichilar: "Uning bir singlisini bulangchilar bulab ketgan ekan, shuning dardida to'li yig'lab qarg'u bo'lib qoldi" debdi. Məxtum Sala yana: "Hozir u qayerda?" deb so'rabdi. To'ygichilar: "Qayerda ishganligini biz bilmaymiz" debdi. Məxtum Sala yana mengibdi. Bir oz mangandan keyin nurg'un yilqilar uchrabdi. Yilqichilardan so'rabdikan, ularmi shundoq javob beribdi. Yana bir oz mangandan keyin nurg'un kala qo'y podalarini ko'ribdi. Qo'ychilardan so'rabdikan, ularmi o'xshashli javob beribdi. Oxirda Məxtum Sala eng chetda mo'zay beqiyotgan bir padichi boladan: "Jinim ukam, Chintumir Botur zodi qayerda? Aytib bergan bo'lsang" deb yelinib so'rabdi. Padichi bola taslikda: "Chintumir qarg'u hozir oltin arshon degan yerda" debdi. Məxtum Sala onunğa yalvarıb: "Men Chintumir Boturning singlisi bo'laman. Meni akamning qishig'i boshlab borgan bo'lsang" debdi. Padichi bola: "Men podalardan ayrilamayman. Mo'zaylar yutib kes qandoq qilaman" deb unimabdi. Məxtum Sala: "Undaq bo'lsa podalaringga men qarab turay. Qo'lingga mo'no almini og'in. Agar Chintumir Botur so'zingga ishonmasa, almini ko'ziga sursang, ko'zi echiladi" deb qo'liga bir almini beribdi. Padichi bola almini elib yo'lga ravon bo'pti. U berib Chintumir Boturga Məxtum Salaning xabarini aytgan ekan, Chintumir Boturning hech ishongisi kelmabdi. Shu hamon padichi bola: "Olmutyorning olmisi, Məxtum Salaning xalpisi, Məxtum Sala bo'lmasa, qaydan kelur olmisi" deb almini Chintumir Boturning ko'ziga surkigan ekan, uning ko'zlari shu zamon echilibdi. Chintumir Botur padichi bolaga cho'ng rahmatlarni aytibdi. Ham uning bilan billa Məxtum Salaning qishig'i kepdi. Ak-singil qarindoshlar bir-birini ko'rib yig'lashibdi. Hal ahvol so'rab mungdishibdi. Shuningdan keyin ular xushal-xuram, tinch, baxtiyor yashapdi.
Çitemir batur öyde bamu argamak eti İğılda bamu Misran kılıcı Kozukta bamu Alkor bir kütip Urnuda bamu Kap küçüğü işikte bamu Puş puş müşüğü Tüşükte bamu Tahtak tohusi Kondakta bamu Takıldak nefsim Kıynadı koyma Çintür batur Çıkarga kepti Misran kılıcı Kınıda kepti Alğır kuşima Konlida kepti Kap kap küçük Yinni da kepti Puş puş müşüğü Uykuga kepti Tak tak tohusi Dan izbep kepti Məxtum sıla ay Kelgin kışımga Kıynanını işçip Yaşıray Ay! Oldu bitti ben Seni yok atmay, aram tapmay ben. Bulmasa kim tümür bulmay gideymen. Ay!